Bugungi suhbatimiz kundan kunga dolzarb bo'lib borayotgan qandli diabet kasalligi to'g'risida qisqacha ma'lumot bo'ladi. Qandli diabet kasalligi bizni sharoitda bir O'zbekistonda juda ham bir fojiali, juda ham bir og'ir kasallik sanaladi. Lekin xorijiy davlatlarda ular kasallik ham sanashmaydi. Nega? Bu qandli diabetda inson o'zini o'zi davolab borish imkoniyatiga ega. Buning uchun fuqarolarni tibbiy savodxonlik darajasi yuqorida bo'lishi kerak. Mana qisqa qilib aytsak, meni qo'limda mana bu oshqozon osti bezi turibdi. Shu oshqozon osti bezida orolchalar bor, ayrim hujayralar bor. Shular insulin degan bir ferment chiqaradi, gormon chiqaradi. Biz qandli moddalarni, uglevodlarni ko'proq iste'mol qilganimizda qonimizda o'sha qandning miqdori ko'payib ketadi. Natijada qandli diabet degan bir holat keladi, lekin mana shu orolchalar darrov insulin degan moddani, gormonni chiqarsa, shu bir единица insulin 100-120 molekula o'sha uglevodlarni, qandlarni glikogen degan moddaga aylantirib, jigarga olib borib bosib, qondan tekizlab qo'yadi qandni miqdorini. Lekin ayrim sabablarga ko'ra mana shu yerdan insulin chiqmay qolsa, unda qonda qandni miqdori ko'payib ketadi. Xo'p, o'zingiz o'ylab ko'ring. Endi bu yerda insulin chiqmayapti deylik. Chiqmasa nima qilish kerak? Iloji yo'qmi? Juda bor. Hali aytdim, xorijiy davlatlarda uni kasallik ham sanamaydi. Chunki o'sha insulin juda ko'p miqdorda sun'iy sintez qilingan, tashqarida bor. O'shani inson o'zi, mana ichki organizm chiqarmayaptimi, o'zi yuborib tursa bo'laveradi uni. Vaqtida insulinni berish kerak. Dozasini vaqtida bilish kerak. Uning uchun inson yeyotgan, iste'mol qilayotgan ovqatida qancha uglevodni, qancha qandni qabul qildi. Mana shu 3 ta narsani yaxshi bilib olsa, u o'zi tashqaridan uni nimasini, miqdorini tekizlab boraveradi. Mana shu xorijiy davlatlarda ayollar 3 ta, 4 ta, 5 ta farzand ko'rgan, qandli kasallik bilan og'rib, shunaqa farzandlar ko'rib, bemalol 100 yil, 105 yil yashagan, qandli kasallik bilan 105 yil yashagan ayol bor Germaniyada. Buni miqdorini har kuni o'zlaring tekizlab borishlaring kerak. Buning uchun intaj degan, glukometr degan apparatlar bor. O'shalardan olib turib, ovqatni yedingiz, o'zingizni sezasiz, qancha bo'ldi ekan, ko'payibdimi, ozayibdimi? Darrov apparatda o'zingiz tekshirib ko'rib, kerakli miqdordagi o'sha insulinni bering. Sizdan sog' odam bo'lmaydi. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.